يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. Bismillah, velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bugün usul fiqh dersimizin devamını okuyumuz. Biz şer'i hükümlerini çoğun cihetten teklifi hüküm ve vada'i hüküm deb ikiye bölgendik. Ve teklifi hükümlerinin kaideleri hakkında sözlevatkan. Bugün okuyduğumuz mendubның kaideleri. Kaide. Mendub başlaş bilen vacip bolup kalamdı. Yani onu ayaklaştırış vacip bulamdı, perz bulamdı. Ve onu eğer kılmay toxtab kalsa yerim yolda. Onu qaza qilish perz bulamdı degan gap. Hanafiler Allah Taala'nın ve la tubtilu a'malakum. Sizler amallarınızlarni bekor qilib etmanglar degan bu sözünü mükellef bir ishni qilishni boshlagandan keyin toki u ishni tamamlab tugitib bo'lg'uchilik uzib qo'yishniki harom ekanligini ko'rsatdi deb qaradi. Bu orqali ilgari qilgan amalining ilgari qilgan bir bilak shu amalining ajri bekor bo'lib ketmasligi uchun. Hanafiler yana Ayşe radhiyallohu anhaning bunu hadisini dalil qilib ko'rsatgan. Ayşe radhiyallohu anha bu hadis shundoq degan: "Men va Hafsa ikkimiz ro'zador edik. Shuning bilan bizga tamoq kelib qoldi. Biz bu tamoqni yegimiz kelib ketib, yeb etdik. Ya'ni ro'zimizni buzib etdik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelganda Hafsa Payg'ambar alayhisolamga mendan ilgirchi ketdi. Ya'ni mendan burun Hafsa radhiyallohu anhu bu ishni Payg'ambar alayhisolamga so'zlab berdi. Ya'ni biz ro'zador edik, ro'zimizni buzib etdik, qanday qilamiz deb. Bu dadisining qizi edi. Ya'ni Umar ibn Xattobning qizi edi deb aytadi. Fazakarat zalika lahu. Payg'ambar alayhisolamga bu ishni so'zlab berdi yoki fazakartu zalika lahu ma'nu deb berdim. Shuningla Payg'ambar alayhisolam mushu buzib etgan ro'zanglarning o'rniga qazosini qilinglar. Yani boshqa kun tutib, tuluqlab qazosini qilib etinglar dedi. Payg'ambar alayhisolam bu ikkisiga bu ro'zani buzib etganligi uchun qazosini qilishga buyurdi. Albatta bularning tutgan ro'zi nafl ro'zi deb farz ro'zi bo'lsa, ular hargiz buzmaydi. Nafl ro'zi demakchi. Shuning uchun Hanafilar agar mukallaf bir nafl ibodatni qilishni boshlagan bo'lsa, uni buzib etgan bo'lsa, uning qazosini qilish vojib deb qaraydi. Ama ba'zi olimlar bo'lsa, yuqorqi qoida, ya'ni Hanafilarning nafl ibodatni mukallaf qilishni boshlagandan keyin buzilib ketgan bo'lsa, uning qazosini qilish vojib degan qoida sabit emas, dalili kuchli emas deb qaraydi. Ya'ni oyatga kelsak, ularning bu oyat bilan dalil keltirishida fihi nazar, ya'ni to'g'ri emas. Bu oyatning ko'rsatdig'ini, bu oyatdan bo'lgan maqsad Alloh taologa va Allohning payg'ambariga osiylik qilish, ilgirki amallarni bekor qiladi. Ya'ni uningki osiylik qilgan gunohi bilan ilgari qilgan yaxshi amallari tarozining ikki tarafiga qo'yilgan vaqtida uningki osiyligi ilgirki yaxshi amallarni besib ketadi demakchi deb dalil qiladi. Ya'ni bu oyatning demakchi bo'lg'ini banda mukallaf nafl amalni qilishni boshlagandan keyin buzib etgan bo'lsa, ilgari qilgani bekor bo'lib ketadi, amallari bekor bo'lib ketadi emas, balki demakchi bo'lg'ini Alloh va Allohning payg'ambariga osiylik qilish ilgari qilgan solih yaxshi amallarni bekor qilib o'tadi demakchi deydi. Ya'ni bular Hanafilarga o'xshamaydigan olimlarningki daliliy ko'z qarashi. Ammo hadisga kelsak deydi. Uning ma'nosi boshqa kuni ro'za tutish orqali, ya'ni shu buzib etgan ro'zining qazosini qilib, boshqa bir kun ro'za tutish bu orqali talab qilingan ajrga erishidi. Ya'ni asli erishmoqchi bo'lgan ajrga o'xshash erishidi. Bu hadisning zohiriy ma'nosi uning vojibligini, farz ekanligini, ya'ni qazosini qilishning vojib ekanligini tushuntirmaydi. Agar u hadisdan nafl ro'zani buzib etgandan keyin, nafl ibodatni buzib etgandan keyin uning qazosini qilish vojib, farz deb tushunsak, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamningki yana bir hadisiga zid kelib qoladi. Bu hadisga buyruqning farz emasligini ifodalaydigan yana bir hadisga zid kelib qoladi. Bu yerdagi yana bir hadis as-saimul mutatawwi'u amiru nafsihi. Nafl ro'za tutgan kishi o'ziga o'zi amir. Ya'ni buzbatsa o'zining ixtiyori, gunohkor bo'lmaydi demakchi. Shuning uchun mukallaf qilishni boshlab, ammo tamomlab bo'lmagan nafl ibodatlarning qazosini qilish vojib emas. Ammo bu qoidadan haj va umrning qoidasi chiqarib olindi. Chunki mukallaf
Hac va umra uchun ihrom bog'lagandan keyin hac va umrani yarim yo'lda to'xtatib qo'yish, tamomlamaslik harom bo'ladi. Bu banda chuqum hac va umrani tamomlash kerak ijmo holatda. Bunun dalili Alloh taolaning va atimmul hajja val umrata lillah degan so'zdir. Ya'ni hac va umrani to'liq qilinglar, to'liq tamomlanglar. Agar hac va umrani boshlagandan keyin, ihrom bog'lab bo'lgandan keyin buzib etsa, uni to'liqlash kerak va qazosini qilish kerak. Ammo nafl ibodatlarning qazosini qilish mustahab. Yana bir qoida sunnat kifoyaning qoidasi. Bu yerda ya'ni sunnat kifoya haqida so'zlaganimizda, bu yerdagi gap xuddi vojib kifoyada, farz kifoyada so'zlaganga o'xshash. Ya'ni sunnat kifoyadagi qoidalar bilan vojib kifoyada so'zlangan qoidalar o'xshash. Sunnat kifoyada kiradigan amallardan tarovih namozi va bir to'p jamoat kelgan bo'lsa, ularga salom qilish va jamoat namozi uchun azon aytish va takbir tushirish. Jamoat namozi uchun azon to'lash farz deydiganlar Endi bu yerda sunnat deydiganlarninki ko'z qarashiga asosan demoqchi. 4-chi mubahning qoidalari. 1-chi qoida. Mubahning taklifiy hukmning ichiga kirib ketishi. Biz ilgari mubahni bayon qilib o'tdik. Ya'ni mubah amal deganimiz qismi, qilmisimi bo'ladigan ixtiyorlik berilgan amal. Ondan taklifiy hukm deganimiz buni qilishda mushaqqat bor, kulfat bor, qiyinchilik bor amallarni taklifiy hukm deymiz dedik. Shunga mubahning taklifiy ahkamlarning ichiga kirib ketishini tasavvur qilish qiyin. Chunki taklifiy hukm deganimiz uning qiyinchilik bo'lgan, mushaqqat bo'lgan fe'lni qilishni talab qilish. Va bir fe'lni qilish bilan qilmaslikning o'rtasida ixtiyorlik birlashda buningda mushaqqat yo'q. Shunga ba'zilar mubahlikni taklifiy hukmlarning qatoridan deb e'tiborga olish to'g'ri emas deb qaraydi. Balki ular mubahlik degan ibohat degan o'zi mustaqil bir qism. Qo'shimcha yana far'iy ahkamlar 3 qism bo'ladi. Taklifiy hukmlar, taxyir va vad'iy hukmlar bo'ladi deb shundoq degan. Ba'zi usul olimlari shariat halol degan narsalarni, masalan, uhilla lakum saydul bahri, uhilla lakum bahimatul an'am deb mushtaq halol deb nas keltirgan narsalar yoki ijozat berilgan narsalar. İzin berildi, ijozat berildi, ruxsat berildi. Masalan, bir sahabining Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizga otning go'shtini yeyishga ijozat berdi deganga o'xshash, mushu turni taklifiy hukmning ichiga kirdi. Nima ish qilsa, buning halol ekanligiga e'tiqod qilishning vojib ekanligi, farz ekanligi nuqtasidan taklifiy hukmning qatoriga kirdi degan. Ammo ularning bu so'zi to'g'ri emas. Chunki biz ishonishimiz, tasdiqlashimiz vojib bo'lgan ishlar Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam olib kelgan barliq ishlar, masalan, qissalar va oxirat xabarlari, taqdir va undan boshqa ishlar. Mana bularni asli iymon, ya'ni iymonning asli talab qilgan, taqozo qiladigan narsalar bu. Ya'ni iymoni bor odam bularga chuqur ishonish kerak, iymon keltirish kerak. Ammo taklifiy hukmlar degan boshqa narsa. Shunga bu iymon keltirishimiz vojib bo'lgan bu narsalarni taklifiy hukm, shu nuqtadan taklifiy hukm deyish to'g'ri emas. Ammo shariat undan sukut qilgan va uning muayyan bir ma'lum hukmi borligini ko'rsatib bermagan narsalar kelganda, shariat sukut qilgan barliq narsa mubah degan shu asli qoida bo'yicha qoladi. Ilgir deb o'tganimizdek, bunday narsalar aslida shar'iy ahkamlarning ichiga kirmaydi. Balki bu ibaha aqliya deb ataydi ba'zi olimlar, ibaha shar'iyya. İbaha aqliya degan to'g'ri gap emas. Chunki shariat ahkamlari degan aql bilan hukm qilinmaydi, balki shariat hukm qilib turadi. İbaha shar'iyya yoki ibaha asliya deb atasak durust. Shunga ibahatning taklifiy hukmlarning ichida bo'lishi uni tasavvur qilish altas. Yana bir qoida. Mubah aslilik jihatdan ba'zida vojib bo'ladi. Barliq tomoqlarni yeyish, masalan, meva, tatliq turum, non va boshqa narsalar har bir turga nisbatan mubah bo'ladi. Masalan, inson non yeydi yoki yemaydi yoki nondan boshqa narsalarni yeydi. Lekin yeyishning asli hukmi vojib, farz. Ya'ni hayotini saqlab qolish uchun bir narsa yeyish kerak. Chunki butunlay yemaganda, hech nima yemaganda o chaqda halok bo'lib ketadi va odam o'lish kelib chiqadi. Bu kishi o'zini o'zi tirildirish kerak, bir narsa yeyish kerak. Alloh taolo mubah qilib bergan, halol qilib bergan narsalardan yeb hayotni saqlash kerak. Bu nuqtadan olib aytganda
bir narsa yeyish farz bo'ladi. Ammo ayrim aytganda mubah bo'ladi. Yana bir qoida. Niyatlar va ahvollarning o'zgarishiga, o'xshash bo'lmasligiga asosan mubahning mustahabga yoki vojibga yoki harom yoki boshqa hukmga aylanishi. Masalan, tomoq yeyish buning hukmi mubah. Lekin tomoq yegan kishi ibodatga badanni kuchlantirish uchun mushu niyatda yegan bo'lsa yoki jihad qilish uchun badanni kuchlantirish maqsadida yegan bo'lsa, u chaqda buning bu tomoq yeyishi mustahabga o'zgaradi va mushu tomoq yeganiga ajr oladi. Agar bu kishi mushu taomni yeyish orqali gunoh ma'siyatga o'zini kuchlantirishni niyat qilgan bo'lsa, u chaqda buning bu tomoq yeyishi harom bo'ladi. Agar mubah vojibni ado qilishning bir vositasi bo'lib qolsa, u chaqda mubah vojib bo'ladi. Biz ilgari "Mala yatimul vajibu illa bihi fa huwa vojib" degan qoidani tushundik. Ya'ni vojib uning bilan tamom bo'ladigan, ya'ni u bo'lmasa tamom bo'lmaydigan bu narsa vojib. Shundaqla, agar mubahni qilish haromga olib boradigan bo'lib qolsa, u chaqda mubah haromga o'zgaradi. Masalan, bir qavm o'zining hayotini saqlab qolish uchun ehtiyojli bo'lgan suvda ziroatni sug'urib etish. Ziroatni sug'urish mubah. Lekin bu chaqda bu suvni ziroatga ishlatsa, bu qavm halok bo'lib ketadi. Shuning uchun bu chaqda ziroat sug'urib etish haromga o'zgarib ketadi. Yana bir qoida. Ibodatlardagi asli qoida harom. Va ibodatdan boshqa amallardagi, boshqa narsalardagi asli qoida mubahlik. Chunki Alloh taolo uchun qilingan ibodat Alloh taolo tarafidan belgilanib turdi. Ya'ni muayyan bir ko'rinishda, muayyan bir shaklda, muayyan bir miqdorda qilishni Alloh bizga o'zi belgilab turdi. Shuning uchun inson mushu fe'lga nisbatan, mushu ishga nisbatan bir shar'iy dalil yo'q turib, o'zi Alloh taologa ibodat qilish maqsadida bir ishni qilsa bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo la yu'badu illa bima shara'a. Alloh taolo faqat o'zi yo'lni qo'yib bergan, o'zi shariat belgilab bergan shu ibodat bilan ibodat qilindi. Bandalar o'zi shariatda hech qanday dalil yo'q ibodatlarni paydo qilib, amallarni paydo qilib, men bu orqali Alloh taologa ibodat qildim desa, bu harom bo'ladi. Shunga agar bir kishi muayyan bir ishni bu ibodat, yo'lliq ibodat degan bo'lsa, uningga bu chaqda buning ibodat ekanligiga shar'iy dalilingizni keltiring deymiz. Ammo bu kishi, ya'ni bu ibodat deb da'vo qilgan kishi buning ibodat emasligiga sen dalilingni keltirib boqqin deb qarish tarafga undaq deyamaydi. Ya'ni bu ibodat deb da'vo qilgan kishi uning ibodat ekanligiga shar'iy dalil keltirish kerak. Chunki ibodatdagi asli qoida cheklanish. Buning sening shar'iy daliling yo'qki, bu ibodat emas deb inkor qilgan kishining dalili bo'lmasmi? Chunki uning asli qoida uning bilan birga. Ya'ni ibodatdagi asli qoida u haromlik. Ya'ni Alloh taolo belgilab bergan bo'lsa, u ibodat emas u. Shunga asli qoidaga muvofiqlashgan kishi dalil keltirmasa bo'ladi. Mushuning asosan Alloh taolo ibodat deb belgilab bermagan bir amallar bilan ibodat qilgan kishi dinda yo'q narsa bilan dinda bid'at paydo qilgan bo'ladi. Har qanday bid'at azg'unlik bo'ladi. Ammo ibodatdan boshqa har qanday amal, har qanday shay ila u mubah bo'ladi, u harom emas. Chunki Alloh taolo zamin va zimindagi narsalarni insonning manfaati uchun yaratdi. Zamin va uningdagi narsalarni inson uchun bo'ysundirib berdi. Bu vaqt Alloh taolo mundaq degan: "Va sakhkhara lakum ma fis samawati va ma fil ardi jami'an minhu." Alloh taolo sizlarga osmonlardagi va zimindagi hamma narsalarni sizlarning manfaatinglar uchun bo'ysundirib berdi. Alloh taolo bizni bu narsalardan foydalanishimiz uchun bizga bo'ysundirib berdi. Bizni zaminning ustida o'rinbosar qildi. Zimindagi narsalarga bizni hukmron qildi. Shuning uchun bu nuqtani olib aytganda, zimindagi narsalardan xohlagancha foydalanish, ishiltish mubah. Va zimindagi narsalar mubah. Shunga masalan, agar biz yeyishga mos keladigan, bizga ziyon qilmaydigan yangi bir narsani topsak, u chaqda bizning uni yeyishimiz joiz. Bu narsaning mubah ekanligi haqida xos bir dalilni bilganga qadar saqlash bizni talab qilinmaydi. Shundaqla buning misollaridan yana yangidan paydo bo'layotgan mashina, moto qatorliq narsalar. Val marafiq, ya'ni bizningki turmushimizni qulaylashtirib turadigan narsalar, har xil saymonlar, har xil urf-odatlar. Buning qatoridan yana har xil muomalalar, kishilar o'rtasidagi savdo-sotiq tijorat, har xil muomalalar. Buningdagi asli qoida mubahlik. Shuning uchun bu narsa mubah degan kishidan
buning mubah ekanligiga shar'iy dalil keltiring deb talab qilinmaydi. Buning ichiga yana shar'iy dalilga zid kelmaydigan yangidan paydo bo'layotgan har xil kirishimlar kirib ketadi. Ammo bir kishi bir narsaning harom ekanligini da'vo qilgan bo'lsa, u chaqda buning haromligiga shar'iy dalil keltiring deymiz. Agar uning bu ishning haromligiga shar'iy dalil bo'lmasa, u chaqda uning gapi rad qilinadi va u gunohkor bo'ladi. Kimki Alloh taolo harom qilgan narsani harom qilsa, u xuddi Alloh harom qilgan narsani halol qilganga o'xshash bo'ladi. Bu qoidaning dalili Alloh taoloning bunu so'zidir. Qul halumma shuhadaakumul-lazina yashhaduna annalloha harrama hadha fa in shahidu fala tashhad ma'ahum. Ayting ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, Alloh taoloning buni harom qilganligiga guvohlik beradigan, guvoh bo'ladigan guvohchilaringlarni akilinglar. Agar ular guvohlik bersa, sen ular bilan billa guvohlik bermagin. Shuning uchun Alloh taolo harom qilmagan narsani Alloh taolo harom qilgan deb da'vo qilgan kishi gunohkor bo'ladi va so'zi rad qilinadi. Shuning bilan taklifiy hukmlar haqidagi dars mushada oxirlashdi. Kelarki dars inshaalloh vad'iy hukmlar haqida bo'ladi. Subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.